Ezoteriklar psixologlarga nisbatan tez mashhur bo'lib ketmoqda. Infotsigan deyaptilar, hozir har xil atamalar bilan aytadilar, pullarga o'chilasiz, salon so'm topasiz o'ygan. Shunaqa nom ostida ishlayotgan psixologlarga tushib qolgan mijozlar Kursga yozilmasang bo'lmaydi degan holatga keltirilish vaziyati bo'lsa, asl muammosini ustini pul muammosi bilan yopib, menga aniq yechim kerak, menga aniq pul kerak. Keyin ikkinchi, uchinchi marta o'ylab qursangiz ham yana shunaqa odamlar bo'laveradi. Ezoterika esa bu fan emas. Qaynonamni, erimni yomonlasam, juftiga chiroyli ko'rinishni har bitta ayol xohlaydi. Eringizga yoqadigan qilib beramiz. Ya'ni bunaqa yolg'on va'dalar bilan ayollik energiyangiz orqali eringizdan pul olishni o'rgatamiz. mak kartalarni yoki neyrografikani ham ezoterika deb atovchilar bor. Siz o'sha kishidan tavsiya so'radingizmi? Psixolog aslo hech qanaqasiga maslahat bermaydi. Shu chizmani chizsam keyin sovg'alarga ochilamanmi? Katta rahmat. Shundan keyin menga g'oyibdan pul keldi deb. Fondlik deb atashadi. Hozir bitta gap aytaman. Balki bundan hayron bo'lasiz. Ezoterik amaliyotlarga haddan tashqari berilib ketish Men yozaydi nimadir yoki nimadir rasm chizay o'zi bo'lib qolsin. Psixologiyani tezroq trenddan qolishini xohlardim. Bugungi podkastimizda so'nggi yillarda aktual bo'lib borayotgan eng muhim mavzuni muhokama qilamiz. Ijtimoiy tarmoqlarni ochsangiz, karmangizni tozalayman, pul energiyangizni ochaman, bitta seansda hayotingizni o'zgartiraman va ajdodlar programmasini tozalab beraman degan chaqiriqlarni tez-tez ko'ryapmiz. Bu qanchalik xavfli? Qayerda haqiqiy yordam va qayerda manipulyatsiya bo'lyapti va buni qanday ajratib olish mumkin? Bugungi suhbatdoshim tajribali psixolog, mak kartalar mutaxassisi, art terapevt, yosh bo'lishlariga qaramasdan Buxorodagi yagona neyrografika bo'yicha instruktor Mohinabonu Otabekovna bilan suhbatlashamiz. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat katta. Tomoshabinlarimiz uchun tushunarli bo'lishi uchun bitta savolga javob bering. Ezoterika nima? Psixologiya nima va ularni qanday farqlanadi? Asosiy farqlari. Ezoterika bilan psixologiyaning ikkita eng asosiy farqidan boshlayman. Shu ikkita farqidan kelib chiqib, ularni bemalol ajratib olsa bo'ladi. Birinchi farqi, psixologiya bu fan, bu ilmiy isbotlangan yo'nalish. Ezoterika esa bu fan emas, u hech qanaqa ilmiy isbot daliliga ega bo'lmagan mistika, illyuziya yoki insonlarni qiziqtiruvchi ruhiy oqimlar haqidagi yo'nalish desak to'g'ri bo'ladi. Va bu ikkalasini yana bitta asosiy farqi, psixolog hech qachon aniq natija va'da qilmaydi. Ezoterik esa sizga falon narsani ochib beraman, falon energiyaga ochilasiz kabi aniq konkret natijani va'da qiladi. Ana shundan ham bilsak bo'ladi, bular boshqa narsalar ekanligini va shundan o'zimiz uchun keraklisini tanlab olsak ham bo'ladi. Suhbatimiz boshidan aytib o'tsak to'g'ri bo'ladi. Ezoterikani yomonlab, klassik psixologiyani yaxshilab chiqmoqchi deb tushunishlari mumkin. Bu suhbatdan, bu savollardan maqsad bu narsa emas. Biz faqat ezoterika bilan psixologiya boshqa narsalar ekanligini faktlar bilan bugun isbotlab beramiz va qolaversa, istalgan inson shu ikkita yo'nalishni istagan bittasiga murojaat qilish huquqiga ega. Bu insonlarning har birini o'zlarini tanlovlari. Lekin ongli ravishda tanlov qilishsin, o'zlari bilib turib, men ezoterika bormoqchiman yoki men klassik psixologiyani tanlayman deb, aynan o'sha yo'nalishga murojaat qilishni xohlagan insonlar bu ikkitasini yaxshiroq, to'g'ri farqlay olishlari uchun farqlarini gapirib beramiz xolos. Hozirda nega ezoteriklar psixologlarga nisbatan tez mashhur bo'lib ketmoqda? Aslida odamlar nimani izlayapti? Yechimmi yoki mo'jiza nima? Zo'r savol. Men bu savol uchun o'zi sizga alohida rahmat aytmoqchi, chunki bu savolni o'zida yana ikkita alohida savolcha borda. Birinchi bo'lib men javob bermoqchiman, insonlarga nima kerak? Yechimmi yoki mo'jizami degan savolingizga. Faoliyatimni boshlaganimga 6 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha endi ishni boshlagan psixolog sifatida o'ylardimki, bizni xonamizga kirib keladigan har bitta inson yechim izlab keladi deb. Odamlarga natija kerak, insonlarga yechim kerak. Bo'lmasa men nimaga ishlayapman? Meni ishimdan nima foyda agar ular yechim bilan chiqib ketmasa deb o'yladim. Mijozlarni kuzatganimdan keyin, endi ko'p sonli bo'lgandan keyin bir-biri bilan taqqoslaysiz, fikr yuritasiz-ku. Tushundimki, hamma ham psixolog xonasiga aynan yechim uchun kelmas ekan. Ba'zilar keladi shunchaki ichidagilarni aytib bo'shatib olish uchun. Ba'zilar unga achinishlarini xohlaydi, unga hamdardlik bildirishlarini xohlaydi. Men bu narsani yaxshi ham yomon ham deb atamayman, lekin hamdardlik bildirishsin. Ana Instagramda ko'ryapman psixologlarni, ayollarni yonina olib gapirishyapti-ku. Demak, men bu psixologga ham borsam, shunaqa qaynonamni, erimni yomonlasam, bu mana siz haqsiz deb menga achinib, menga yon bosib o'tiradi deb, ana shunaqa tushuncha bilan mendan o'sha hamdardlikni, yon bosishni, qanaqa sizga qiyin ekan degan rahmni, shunaqa narsani kutib kelishadi. Aslida bizda zo'r gap bor-ku, haqiqat achchiq bo'ladi degan. Yechim
Bu haqiqatga tik qarashdan keyin keladigan vaziyat, natija. Lekin kim haqiqatga tik qarashdan qo'rqsa, cho'chisa, qochsa, hali tayyor bo'lmasa, u odamda yechim bo'lmaydi. Shuning uchun ham hamma ham yechimga tayyor bo'lmaydi. Yechimmi mo'jizami deb savol berdingiz. Mo'jizaga keladigan bo'lsak, biz bolaligimizdan ertak eshitib katta bo'lamiz. Ertaklarning nimasi yoqadi? Chunki ertaklarda mo'jiza bor. Mo'jizaviy qasrlar, mo'jizaviy qilich, uzuklar, ochil dasturxon. Shuning uchun ham bolalar yaxshi ko'rib eshitadi ertaklarni. Fiziologik tomondan 30 ga kirishimiz mumkin, lekin psixologik tomondan o'sha yoshimizga mutanosib ulg'aygan bo'lmasak, 30-40 yoshimizda ham haligacha hayotimizdan mo'jiza qidirib yuramiz. Erik Bernni tranzakt tahlil nazariyasiga ko'ra har bittamizning ichimizda 3 xil odam yashaydi. Bu ichki bola, hozir Instagramda trendda, ichki bola bilan ishlash katta odam va ota-ona rollari. Shulardan bola pozitsiyasidan hali to'liq chiqmagan insonlar mo'jiza kutib kelishadi. Katta odam pozitsiyasiga o'tgan nafaqat jismonan, balki psixologik tomondan ham ulg'aygan insonlar, ana ularga yechim kerak. Va men sizga hozir o'zimni kuzatishlarim natijasida qilgan statistikamni aytaman. Bu qanchalik to'g'riligini bilmayman, lekin yechim qidirib keladigan insonlardan ko'ra mo'jiza kutib keladigan odamlar ko'pligidan men shunaqa xulosaga kelganmanki, demak jamiyatimizda o'zi fiziologik ulg'ayib, lekin psixologik yoshi haligacha katta bo'lmagan, ulg'aymagan, bola pozitsiyasidan chiqmagan insonlar ko'proq ekan degan xulosaga kelganman. Aynan shuning uchun ham ezoteriklarga ko'proq murojaat qilishadi. Shuning uchun ham ko'proq murojaat qilishadi, chunki boya aytdim, ezoterikada ular aniq natija sizga va'da qiladi. Aniq natijani lekin mantiqan ham o'ylab ko'rsak, bu dunyoda ikkita bir xil barmoq izi yo'q va biz bitta texnika hammaga bir xilda natija berishiga ham garantiya bera olmaymiz. Bu narsani klassik psixolog sizga hech qachon natija va'da qilmaydi. Men bitta super xotiram borda, mana hamma narsa tez-tez esimdan chiqadi, ismlar ayniqsa, lekin bitta psixologdan men eshitgandim, juda ham zo'r gestalt terapevtdan. Unga xuddi ana shunaqa podkastda savol berishganda, mijoz keldi, ana ezoterik bo'lsa, aniq konkret va'da beradiki, siz pul masalasida keldingizmi, men sizni pullarga o'chaman deb. Lekin ana klassik psixologga kelsa, klassik psixolog pul masalasida muammosi bor odamga qanaqa yordam bera oladi? Puli ko'payib ketadimi? U ham pullarga o'chilishiga yordam beradimi? Klassik psixolog nima qiladi deganda zo'r javob bergan. Yoki rostdan ham daromadini oshishiga yordam beradi konsultatsiya jarayonida, endi terapiya jarayonida. Yo bo'lmasam, o'sha inson anglashi mumkinki, unga aslida pul emas, unga aslida xotirjamlik yetmayotgan ekan. Shuning uchun u pulim ko'paysa, mashina olsam keyin baxtli bo'laman-u, keyin xotirjam o'zimni his qilaman deb, ya'ni o'zini asl muammosini ustini pul muammosi bilan yopib, pulim ko'paysa hammasi yechilib ketadi deb o'ylab o'zini o'zi aldab yurganligini yoki mijoz psixolog bilan ishlash orqali anglab chiqib ketadi. Klassik psixolog sizga beradigan texnika hammaga har xil ta'sir qiladi. Biz shu texnikani qilsangiz aniq pulingiz ko'payadi deya olmaymiz. Siz bu texnika orqali tushunishingiz mumkinki, yo'q, sizga pul emas, sizga aslida oilaviy baxt yetmayotgan ekan. Yo'q, siz aslida vahimadan qiynalayotgan ekansiz, shuning uchun u ko'ylakni olaman, bunisini olaman, shopping qilaman, restoranga kiraman, kafega kiraman, shu bilan xotirjam o'zimni his qilaman deb asl ehtiyojingizni bostirib kelayotgan ekansiz. Ya'ni buni anglashingiz mumkin psixolog bilan konsultatsiyada. Shunisi bilan psixologning ishi chuqurroq, shunisi bilan klassik psixolog muammo bilan yuzaki emas, balki u bilan chuqur ildizlari bilan ishlaydi. Ya'ni siz daraxtni faqat chirigan mevalarini yulib tashlamaysiz, ildizi nima uchun chirigan, nima uchun shu daraxt shunaqa meva beryapti? Shu ildizi bilan psixoterapiya jarayonida ishlaysiz. Sizning shaxsiy kuzatuvlaringizga qaraganda, ezoterik amaliyotlarga murojaat qilayotgan mijozlarning asosiy og'riqlari nimalardan iborat va ular qanday ruhiy holatda bo'lishadi odatda? Ezoterikka murojaat qilayotgan inson, unga aniq natija kerak, garantiya kerak. Uni vaqtni cho'zishga, ikkilanishga, yana tavakkal qilishga vaqti yo'q. Qanaqa inson bunaqa vaziyatda bo'ladi? Kimda moliyaviy muammolari bo'lsa. Chunki moliyaviy muammosi bor inson mana bunaqa gapimdan yaxshisi chetlab o'tadi-da, yoki buni anglar ekanman, yoki pulim ko'payar ekan, yo'q, menga aniq yechim kerak, menga aniq pul kerak. Endi boyagi aytganim ham, ya'ni psixolog pul masalasida ishlamaydi degan emas. Bizda aynan pul, daromad, karyerani rivojlantirish masalalariga oid texnikalarimiz ham bor. Lekin buni o'zidan ham har kim har xil natija qilib chiqadi-da. Shuning uchun ham psixolog aniq ana shuncha summa topasiz deya olmaydi. Ezoterikka kimlar murojaat qiladi? Menga aniq garantiya bersin. Men aniq bilay, shunga bergan pulim zo'y ketmasligini. Mantiqan ham o'ylab qarasak,
aniq garantiya berib hech narsaga aytib bo'lmaydi shu texnika aniq sizga pul ko'paytiradi deb. Chunki o'sha ezoterik praktikalar bilan shug'ullangan insonlar ham menga kelishgan va mijozlarim menga aytib berishganidan bilamanki, o'sha ham hammaga bir xilda zo'r natija bermaydi. Hamma ham pullariga ochilib ketmaydi, lekin ular shu va'dani berishadi. Biz garantiya xohlaymiz uchun o'sha va'daga keyin ilinamiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, yana ko'rsak bo'ladi, men sizga boya ham aytdim, iqtisodiy holat bilan bog'liq deb. Chunki ezoteriklarni ham ko'pchilikni reklamalarini ko'radigan bo'lsangiz, aynan pulga ochilish, pullarga ochilasiz, falon so'm topasiz oyiga. Bu narsani qanchalik to'g'ri, qanchalik xato bilmayman, lekin o'zim uchun o'zi shunday ham moliyaviy tomondan, iqtisodiy tomondan qiynalib o'tirgan insonni yolg'on yashiq, o'xshamasligi, o'zi uchun ham noma'lum bo'lgan narsaga ishontirib, shuni orqasidan biznes qilish to'g'ri emas deb o'ylayman. Lekin aksariyat hozir shuni orqasidan biznes qilyapti. Men aynan ezoteriklar shunday qilyapti demayman. Endi uni qanday atash mumkin? Masalan, infatsigan deyaptilar, hozir har xil atamalar bilan aytayaptilar-ku. Pulga ochilasiz degandan keyin insonlar qiziqib, bor o'sha oxirgi pulni ham chiqarib berib, keyin aldanib qolib, ana shu yerda bizning og'riqli nuqtamizga keyin tegyapti. Shu ishni qilayotganlar ko'pchiligi psixolog nomi ostida qilyapti bu narsani. Tomoshabinlarimiz orasida balkim bordir shunaqa nom ostida ishlayotgan psixologlarga tushib qolgan mijozlar va oddiy qilib aytganda oddiy aholi, siz mutaxassis sifatida javob bering, ezoterik hamda haqiqiy psixologni qanday qilib ajrata oladi? Boya boshida aytganim, psixolog sizga aniq ana shu narsa bo'ladi deb va'da bermaydi. Va'dani eshityapsizmi? Bu psixolog emas. Demak, bu birinchi belgisi. Bu birinchi belgisi. U yoqda hech qanaqa aniq natijani va'dasi bo'lmaydi. Ikkinchi belgisi. Reklamadan keyin o'zingizda qo'rquv, xavotirga o'xshagan narsa sezsangiz, demak, u reklamada manipulyatsiya ishlatilgan. Ya'ni sizni qo'rqitish orqali manipulyatsiya qilib kursga yozilmasang bo'lmaydi degan holatga keltirilish vaziyati bo'lsa, bu ham psixolog emas. Psixolog mijozni manipulyatsiya qilmaydi. Qila olmaydi emas, lekin qilmaydi, chunki bu bizni kasbiy etikamizga mutlaqo zid. Biz manipulyatsiya qilish yo'li bilan, ya'ni shu travmangiz bilan ishlamasangiz bo'lmaydi. Keyin turmushga chiqa olmaysiz. Keyin ikkinchi, uchinchi marta o'ylab ko'rsangiz ham yana shunaqa odamlar bo'laveradi. Ya'ni kelishingiz shart degan narsani psixolog sizga uqtirmaydi. Agarda sizda qanaqadir travma bo'lsa-yu, lekin hozirgi vaziyatingizga, yashashingizga u xalal bermayotgan bo'lsa, u bilan ishlash shart emas. Bironta psixolog sizga o'sha travmang bilan ishlashing shart deb uqtirmaydi. Chunki bizga mijoz keldiki, travmasi haqida gapirishni boshladiki, biz baribir avtomatik bitta savol beramiz. Xo'p, qayerda muammo bor? Nimadan qiynalyapsiz hozir? Hozir hammasi yaxshi, faqat men Instagramda shunaqa deb eshitdimki, bu travma bilan ishlash kerak ekan. Lekin sizni hozir bezovta qilyaptimi shu narsa? Yo'q. Demak, mavzu siz uchun aktual emas. Demak, shunda ham yashasa bo'ladi. Ya'ni psixolog shu narsani qilmasang yashab bo'lmaydi degan va'dani bermaydi. Chunki kimdir millionlab travmalar bilan lekin hozir vaqtli yashab yuribdi. Xuddi shunday. Kimgadir esa o'sha bittagina travma bo'lishi mumkin, lekin unga hozir yashashga xalal beryapti o'sha narsa. Ishlamasa bo'lmaydi shu bilan. Ya'ni har bitta insonni trigger qiladigan og'riqli nuqtasi bor. Hammamizda bor bunaqa narsa. Travmasiz inson yo'q. Psixolog sizni o'ziga mijoz qilish uchun bu narsadan foydalanmaydi. Chunki o'zi shunday ham travmasi og'riq berayotgan va bu bilan kim bilan ishlasam ekan deb qidirib yurgan mijozlar bor. Hammani o'sha og'riqli nuqtasiga tegib kursiga jalb qilish bunaqa strategiya bilan klassik psixologlar ishlamaydi. Ba'zi mutaxassislar odamlarni qo'rquvidan kelib chiqib pul topayotganligini ko'ryapmiz. Siz ham shuni aytdingiz, biz ham buni guvohi bo'lyapmiz. Bu qanday manipulyatsiya mexanizmi? Bu marketing strategiyasi. Qo'rquvdan foydalanib pul ishlaydiganlar, ular hammasi ham aynan ezoteriklar, infatsiganlar yoki psixologlar qilyapti deb ayta olmaymiz, chunki qo'rquv bu juda ham kuchli manipulyatsiya qurolida. Undan boshqa tovarlarni ham sotishda foydalanishadi. Misol uchun o'sha plastik xirurgiya, u ham insonlarga foydasi tegishi uchun aslida ishlab chiqilgan, quyganlar bor, har xil muammoga duch kelganlar bor, lekin o'shalar ham agarda o'zini xizmatini sotmoqchi bo'lsa, zo'r ayollarning og'riqli nuqtasi bor. Bu juftiga chiroyli ko'rinishni har bitta ayol xohlaydi. Jufti uni sevsa ham baribir boshqa ayol undan ko'ra chiroyliroq emasmikin, men chiroylimanmi degan fikr bo'ladi har bitta ayolda.
Shu qo'rquvdan foydalanib, ana hozir qomatingiz chiroyli bo'lmasa, keyin ana beringiz osilib qoladi, bunaqa bo'ladi, keyin eringiz sizga befarq bo'lib qolishi mumkin. Shuni xohlamasangiz, ana biz plastik xirurgiya yo'li orqali ana bunday qilib beramiz, chiroyli qilib beramiz sizni qomatingizni. Eringizga yoqadigan qilib beramiz. Ya'ni shunchaki qomatingiz chiroyli bo'ladi emas, eringiz bilan munosabatlaringiz yaxshilanadi, eringiz sizdan boshqasiga qaramaydi, siz uni ko'zida faqat eng chiroyli ayol bo'lib ko'rinasiz. Ana bunaqa narsani nafaqat psixologiyani mahsulotlarini, xizmatlarini sotishda, balki butun dunyo marketologiya sohasida o'zi ishlatadi. Marketing insonlarni og'riqli nuqtasini topib, o'sha nuqtaga zarba berish orqali o'zi bozorda tovarlarni sotishga undaydi har bitunga murojaat qilgan insonni. Chunki mana o'zim ham marketolog bilan ishlab ko'rsammikin deb borganman-da, suhbatlariga borganman yoki marketing haqida o'qiganman. Hammasi bir xil gap aytadi. Mijozlarning og'riqli nuqtasiga tegadigan narsa haqida gapiring, mijozingiz haqida gapiring. Mijozga qiziq emas, sizning kimligingiz to'g'ri. Mijoz o'zini ko'rishni xohlaydi. Lekin bu degani uni manipulyatsiya qilish kerak degani emas-ku. Lekin kim bozorda olg'ir bo'lib yaxshi mahsulotlarni sotishni xohlasa, mana shunaqa strategiyadan foydalanadi. Bu bor narsa. Bu marketing psixologiyasi. Faqat shu yerda bitta narsani aytishni xohlardim. Hozir psixologiya trendda, psixologiyani tezroq trenddan qolishini xohlardim. Chunki toki psixologiya trendda bo'lar ekan, bunaqa yolg'on va'dalar bilan odamlarga kurs sotadigan odamlar ham psixologiyani tark etmaydi. Hozir trendda bo'lganligi uchun ular ham ko'ryapti, odamlar psixologiyaga qiziqyapti, odamlar boryapti psixologga. Demak, bu yoqda pul bor. Demak, odamlar keladi. Va ularning asosiy qismi kimlar? Ayollar. Qanaqa ayollar? Uy bekalari. Uy bekalarida nima yo'q? O'zini shaxsiy mablag'i yo'q. Ular nima xohlaydi? O'zi mustaqil pul topishni xohlaydi. O'zini qo'lida puli bo'lishini xohlaydi. Yana ayollar nima xohlaydi? Sovg'alar olishni. Va kurslar yaratildi, sovg'alarga ochilish. Yoki ayollar, uy bekalari nima xohlaydi? Uyda o'tirib daromad qilsin. Kurslar tashkil qilindi, xuddi shunga mos pulga ochilish. Yo bo'lmasam, ayollar nima xohlaydi? Eri ishlab keltirgan pulini unga berishini, to'g'rimi? Kurslar tashkil qilindi. Ayollik energiyasi, ayollik energiyangiz orqali eringizdan pul olishni o'rgatamiz. Har bitta og'riqli nuqtaga javob bo'ladigan kurs, og'riqli nuqta unga javob bo'ladigan kurs. Bu narsa yo'qolmaydi toki psixologiya trendda bo'lishi davom etar ekan. Qachon yana trenddan tushadi? Bunaqa insonlar yana trenddagi boshqa narsaga e'tiborni qaratadi-yu, ana keyin psixologlar qoladi bu sohada. Haqiqiy psixologlar ajralib qoladi. Shunday mutaxassislar qoladi, aslidan shu sohani mutaxassis bo'lgan insonlar qoladi. Lekin hozir menimcha filtrlab bo'lmaydi buni. Aytingchi, agar ruhiy qiyinchilikka tushgan inson birinchi bo'lib kimga murojaat qilish kerak? Psixologgami, psixoterapevtgami yoki boshqa mutaxassisgami? Hech bo'lmaganda siz aytgan mutaxassislardan bittasiga murojaat qilishsa ham yaxshi bo'lardi. Chunki men juda ko'p eshityapman, hozir bu haqda hazil videolar ham olinyapti. Odamlar psixolog, psixoterapevt u yoqda tursin, makiyaj qiladigan masterlarga borib tavsiya so'rashyapti. Yoki manikyur masterlarga. Mana u insonlarga nisbatan hech qanaqa qarshiligim yo'q, lekin ular bu sohani mutaxassisi emas. Mendan kelib hozir kimdir makiyaj haqida tavsiya so'rasa, men bilmayman deyman. Chunki rostdan ham bilmayman. Men bu sohada master emas. Xuddi shunday ular ham o'zini ishida, o'zini sohasida master. Ular ayollarimizga qarataman shu narsani aytgan bo'lardim. Ular sizni vaziyatingizga qanaqa yechim berishni bilmaydi. Xo'p, yuragingizni to'kib sochishingiz mumkindir, lekin sizga aniq yechim kerak bo'lsa, mayli psixolog, mayli psixoterapevt, mayli nevropatolog, shulardan bittasiga murojaat qilishsin. Ana bunaqa vaziyatlarga ko'p uchrayotganim uchun bu fikrni aytyapman-da. Kelib aytishadi ayollar, menga masterim aytdilarki, erim xiyonat qilayotgani sababi men o'zimga qaramasdan yurayotgan ekanman. Qoshingizga, kiprigingizga har oy keling dedilar, shunda eringiz sizdan hech qayerga ketmaydi dedilar. Siz o'sha kishidan tavsiya so'radingizmi? U kishi aytdilarki, odamlar bilan ishlab o'zlari allaqachon psixolog bo'lib ketgan ekanlar. Shu uchun men u kishidan so'radim, ana men o'zimga qarab yuraman, keyin erim ketmaydi mendan. Endi u inson ham o'zini marketing strategiyasini qo'yadi bu yo'qda. Bu yerda aytyapman-ku, ularga emas qarshiligim, ularga murojaat qilayotgan ayollarda. Hamma narsani o'zining mutaxassisi bor. Manikyur qiling deb hozir stomatologga borishmaydi-ku. Shunaqa ruhiy qiyinchiliklarga, ruhiyatlari bilan bog'liq muammolarga duch kelgan insonlarga qarata aytgan bo'lardimki, ikkita yo'ldan bittasini tanlashim kerak, ikkilanyapman. Qaysi sohadan ketsam ekan, qanaqa hayotiy maqsad qo'yishim kerak, hayotda missiyam nima bo'lsa ekan, ajrashaymi, qolaymi, ketaymi, ana bunaqa turdagi narsalar sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, fikrlar, unda psixologga. Lekin shunaqa vaziyatda kelsangiz va psixolog sizga psixoterapevt
ham kerakligini psixologlar biza o'zimizdan yo'naltiramiz. Siz vrachga borishingiz kerak, u kishini yordamlari bilan yaxshiroq vaziyatdan chiqib ketamiz deb. Lekin agar insonda haftalab davom etayotgan tushkunlik, hayot oq-qora rangda ko'rinyapti, hech narsa qilishga qo'li yo'q, gormonal o'zgarishlar bo'lsa, ayniqsa suitsidga moyil fikrlar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri murojaat qilishlarini so'rardim psixoterapevtga yoki psixiatrga. Bularni nomi qo'rqinchli ko'rinishi mumkin, lekin psixiatr faqat ruhiy kasal bilan ishlaydi degan narsa yo'q. Sizga psixiatr bilan ishlash tezroq, osonroq natija beradi. Bizning xalqimiz nimada? Odamlar nima deydi? Psixiatrga boribdi, qabulida kimdir ko'rib qolsa-chi degan fikrlar bor ko'pchilikda. Men chunki tavsiya qilganimda mijozlarimiz psixiatrga boramiz, shunchalik ahvolim og'irmi deb vahima qilib yuborishadi. Bu vahimali narsa emas. Ular vrach, ular mutaxassis. Ular sizni fiziologiyangizni, holatingizni bizdan ko'ra yaxshiroq bilishadi. Va o'zingizni qiynab nima qilasiz? Odamlar nima deydi deb. O'zingizni, joningizni qadrlaydigan bo'lsangiz, to'g'ridan to'g'ri shularga murojaat qilib, kerakli dorilarni, kerakli tavsiyalarni olib, masalan, yillab cho'zilishi mumkin bo'lgan o'sha depressiyani qisqartirishingiz mumkin muddatini. Tezroq o'sha narsadan chiqib ketish mumkin. Holatingiz tezroq yaxshilanishi mumkin. Shuning uchun vaziyatga qarab, qo'rqmasdan vrachlarga murojaat qilishlarini so'ragan bo'lardim. Suhbatimizni boshida aytdik, Buxorodagi yagona neyrografika bo'yicha instruktor hisoblanasiz. Undan tashqari yaqinda patentlabsiz. Tabriklayman, o'zingizni shaxsiy brendingiz, ya'ni MAC kartalarni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatingiz ham bor. Men o'zim ham qachondir shu fikrda bo'lganman. MAC kartalarni yoki neyrografikani ham ezoterika deb atovchilar bor o'rtamizda. Bu ilmning aynan an'anaviy psixologiyaning qaysi yo'nalishi, umuman bu ilmiy tasdiqlanganmi yo'qmi, shu haqida ham tomoshabinlarimizga tushuntirsangiz, ularga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Kelib psixologiyadan boshlayman. Psixologiya bu katta soha, katta yo'nalish. U o'zi bir nechta fanlarning jamlanmasidan shakllangan fanda. Asosiy ikkita fanni aytaman. Psixologiyani shakllanishiga xizmat qilgan asosiy ikkita fan biologiya va falsafa. Mana klinik psixologiya bor, neyropsixologiya. Ular ana shu psixologiyani biologiyaga yaqin tarmoqlari. Lekin biz aytdik, faqat biologiya emas, falsafa fani ham qo'shilgan bu fanning shakllanishida. Falsafaga yaqin tarmoqlari bor psixologiyani. Masalan, humanistik psixologiyaga o'xshagan. Psixologiyani 300 dan ortiq deb eshitdim, oxirgi eshitishim bo'yicha. Hozir yangilangan ma'lumotni yana bilmayman. 300 dan ortiq yo'nalishi bor ekan. Tabiiyki, bitta yo'nalish bir kishiga to'g'ri keladi, bir kishiga to'g'ri kelmaydi, bir kishi bunisiga qo'shiladi, bunisiga qo'shilmaydi. Chunki falsafa keng fanda. Neyrografika esa ana shu psixologiyaning yangi bitta yo'nalishi. 2014-yilda Pavel Piskaryov bu yo'nalish bo'yicha patent oladi. Mualliflik huquqi bilan himoyalangan yo'nalish hisoblanadi. Neyrografika haqida nima deyman? Balki podkastni ko'rayotganlar va podkastda meni ko'rayotganlar bu odamni o'zi ezoterika bilan shug'ullanadi-ku, shu odam farqlab berar ekanmi deb o'ylayotgan bo'lishlari ham mumkin. Chunki siz aytganday, neyrografikani ham ko'pchilik ezoterikani bitta tarmog'i deb biladi. Shu yerda suhbatimizni eshitayotganlar bilan to'g'ri bo'lib, hammasi qanday bor, shundayligicha aytmoqchiman. Neyrografikaga qanday kirib keldim? Boshida mana psixologiya nima, qanaqa ishlaymiz, mijozga qanaqa tavsiya berishimiz kerak deb boshida psixolog maslahat beradi deb o'ylaganman. Keyin bilsam bu xato fikr. Psixolog aslo hech qanaqasiga maslahat bermaydi. Ikkinchi keyin o'yladim, ezoterika rivojlanib ketdi-ku birdan. Ana psixologiyani bunaqa narsa ekan. Shukronalik yozish, shunaqa runalar, bir nimalar. Keyin qaradim, yo'q, bu ham psixologiya emasmi, nima kunmadir boshqachada shu to'g'ri kelmayapti nimadir. Keyin men ustozim Urino Svetlana Baydulayevnani topdim. Allohga shukr aytaman, u kishi bilan uchrashtirgani uchun. U kishi meni klassik psixologiya bilan tanishtirgan inson. Va u kishidan eshitib turib, ana psixologiya qayerda? Chunki bu yoqda hamma savollaringizni javobi shunday to'g'ri keladi-da, yacheykasiga to'g'ri joyga kelib tushadi. Va o'sha payt shunaqa fikrga keldim. Ezoterika bu yomon, klassik psixologiya bu yaxshi. Chunki men o'zim shaxsan aytdim-ku, boshida ularga murojaat qilganman, undan natija men ko'rmaganman. Lekin klassik psixologiya bilan men o'zimda shaxsiy transformatsiya bo'lgan. Men yarim yilda oldingi va keyingi mohina bo'lganman-da. Va o'sha paytda mana eshitsangiz shunaqa yomon bu, bormanglar ezoterika, bu noto'g'ri narsa deb aytardim. Hozir ham bu narsa bilan shug'ullanmasam ham, lekin hozir
man neytral qarayman. Kimdir ezoterikani tanlashi mumkin, bu uni haqqi. Kimdir klassik psixologni tanlashi mumkin, bu ham uni haqqi. Va neyrografika yangi bo'lganligi uchun undan hozircha ezoteriklar ham, klassik psixologlar ham foydalanyapti. Lekin ko'proq ezoteriklar foydalanyapti undan. Nimaga? Ana hozir ezoterika haqida gapirdik. Ezoterika nima? U mistika, u qiziqarli, u ruh haqida, unda qanaqadir sirli bilimlar, siz bilmaydigan narsalar borligi haqida gapirilgandan keyin odam qiziqadi. Qanaqa bilim bor ekan, ana shuni bilsam baxtli bo'lsam kerak deb o'ylaysiz-ku. Va rasm orqali bu narsani targ'ib qilish oson. Ana rasm chizamiz va pulga ochilasiz. Ana rasm chizamiz, shundan keyin eringiz o'zgaradi. Men bu gapni xotinimga o'xshataman. Stomatologga siz boryapsiz, tishingiz og'rigan, lekin stomatolog aytyapsizki, erimni tishini sug'urib tashlang, keyin menikini og'rig'i qoladi deyapsiz. Xuddi shunaqa ayollarim erimni o'zgartirish uchun keldim desa, men aytaman, psixolog faqat shu unga murojaat qilgan mijozni o'zgartira oladi. Shunday u mijoz o'zi xohlasa, tayyor bo'lsa, kimni tishi og'riyapti? Sizniki. Demak, kim o'zgaradi? Siz o'zgarasiz. Men yonimga agar juftingiz keladigan bo'lsa, men u inson bilan ishlayman, lekin u odam nimaga men yonimga kelmadi? Demak, unga hammasi shunday yaxshi. Unga shunday ma'qul. Sizga ma'qul emas. Demak, kim bilan shug'ullanamiz? Siz bilan. Ya'ni u odam sizni tishingiz og'riyotgani uchun uniki olib tashlanishiga u majbur emas. Neyrografikaga menga yoziladigan mijozlarning ham aksariyati ezoteriklarning mijozlari adashib qolib, meni eshigimga kirib qolishadi-da. Shu chizmani chizsam erim o'zgaradimi keyin? Shu chizmani chizsam keyin sovg'alarga ochilamanmi? Keyin men ularga bir boshidan tushuntiraman, yo'q, qarang, biz ana bunaqa ishlaymiz, bu ezoterika emas, bu faqat refleksiya qilish uchun boshqa. Keyin eshitib o'tiradilar, tushundingizmi desam, ha, deydilar, ana tushunibdilar deb keyin chizamiz. Biz savollarni beraman, savollarga uncha e'tibor berishmaydi, muhimi chizma chizish va ertasi kuni Instagramda meni atmetka qilib qo'yadilar. Katta rahmat, shundan keyin menga g'oyibdan pul keldi deb. Ya'ni men u odamga shuncha tushuntirdim, biz boshqa narsa qilyapmiz deb, u odam baribir o'ziga keraklisini oldi. Aslida nima sodir bo'ladi neyrografika rasmlaridan so'ng? Aslida qanaqa chizishingizga bog'liq. Boya aytganimdek, ezoterik bilan foydalanish mumkin. Ular rasmga urg'u berishadi. Qayerdan farqlasak bo'ladi ezoterik bilan klassik psixologiyadagi neyrografikaning ishlatilish farqini. Klassik psixolog sizga savol beradi. Nimani his qilyapsiz? Nima haqida o'ylayapsiz? Qanaqa fikrlar ketyapti? Bu siz uchun nimani bildiradi? Ga o'xshagan mijozlarim tili bilan aytganda hayotingizda eshitmagan g'aroyib savollar. Lekin ezoterikada savollarga emas, ko'proq rasmga urg'u qaratiladi. Rasmni chiroyli chizing, burchaklari bittasi ham ochiq qolmasligi kerak, ranglarga e'tibor bering. Shunday diqqat ko'proq rasmga qaratiladi. Klassik psixolog sifatida aytaman, rasm sizga hech narsa bermaydi. U faqat bitta vosita. Ana shu stomatologning ham ish quroli bor-ku, to'g'ri? Qo'li bilan qilmaydi-ku jarayonni. U meni ish qurolim. O'sha rasmdan foydalanib sizni yengilgina, unaqa chuqur emas, meditativ holatga kiritamiz. O'sha paytda inson o'zgina yumshaydi. Chunki o'zi art terapiya qanday fanga kirib keldi? Ruhiy kasalliklar kasalxonasida ishlaydigan psixoterapevt uni o'smir bolalarni tinchlantirish maqsadida foydalangan undan, rasm chizishdan. Shundan keyin aytgan, rasm chizish tinchlantirar ekan va keyin davom etib ketdi. Demak, san'atni istalgan turi tinchlantiradi insonni. Neyrografikada ham chizib turgan paytida inson shunday tinchlanadi va eng muhim konsultatsiya jarayoniga xalal beradigan bitta narsa chetga suriladi o'sha payt. Bu insonning egosi. Psixolog beradigan savollar, men boshida ham aytdim, haqiqatga tik qarashga tayyor insonlar uchun-da. Siz tayyor bo'lmasangiz, u savollar sizni egoingizga tegadi. Agar psixolog chiroyli qilib u savolga sizni tayyorlamasa, egoingizga tegdimi, siz yopilib olasiz. Va javob berishni xohlamaysiz. Va aytasizki, yaxshisi, bu yaxshi psixolog emas ekan, men boshqa kelmayman bunga. Va shu darajaga bo'ladiki, agarda u sizni egoingizga shunchalik noto'g'ri tegib qo'ygan bo'lsa, siz uni butun dunyoga yomonlaysiz. Shuning uchun biz ehtiyot bo'lib ishlaymiz, insonning egosiga tegmay turib, lekin o'sha savolni beramiz. Baribir u savol og'riqli bo'ladi. Baribir, chunki psixoterapiya qanaqa ishlaydi? Ana masalan, men hozir nima qilyapman? Men gapiryapman. Kimdir mendan hozir "Mohna, buni nima qilyapsiz?" deb so'rasa, men gapiryapman desam, bu yerda men nol refleksiya qilyapman. Ya'ni men o'zimni tahlil qilmayapman, tafakkur qilmayapman. Sizga to'g'ridan-to'g'ri aytaman, men gapiryapman deyman. Lekin agarda refleksiya bu tafakkur qilish degan, tafakkurni ishlatish degan, fikrlash degan. Agarda men refleksiya qilishni boshlasam, refleksiya orqali bu savolga javob bersam, bunday deyman. Bu Mohnabonu bo'lib emas-u, sizni o'rningizga o'zimni qo'yaman-u, siz bo'lib o'zimga chetdan qarayman.
Ana bu yoqda endi mani tafakkurim ishlayapti. Endi men o'zimga chetdan qarab gapiryapman. Chetdan qaragan paytimda nima qilyapti bu qiz deganlarda men aytamanki, bu qiz nimanidir tushuntirmoqchi bo'lyapti. Ya'ni bu qiz gapiryapti emas, bu qiz nimanidir kimgadir tushuntirmoqchi bo'lyapti. Bu refleksiyaning birinchi darajasi deyiladi. Ya'ni endi men o'zimni tafakkur qilishni boshladim, o'zimga chetdan qarashni boshladim. Va qachonki men yana 3-stulchada yana bitta mo'hinaboni o'tiribdi-yu, u ham menga, ham ana bu stulda, yonimdagi stulda o'tirgan mo'hinaboniga qarab, ikkovimizni kuzatib, u o'zini fikrini aytsa, bu refleksiyaning ikkinchi darajasi deyiladi. Ya'ni siz o'zingizga shunchalik darajada chetdan qarab analiz qila olyapsiz. Va buni hamma ham qila olmaydi. Va 3-stulchadan turib, mana bu ikkoviga qarab bularni kuzatish va real baho berish bu og'riqli. Chunki o'sha 3-stulchadan turib bizni kamchiligimiz juda ham yaxshi ko'rinadi. Bizning xatolarimiz juda ham yaxshi ko'rinadi va psixolog beradigan savollar sizga ana shu 2 yoki 3-stulchadan turib o'zingizga o'zingiz savol orqali ko'zgu tutgan holatda o'zingizni kuzatishingizga sizga yordam beradi, turtki bo'ladi. Ya'ni psixolog bu oyna. Sizga oyna tutqazadi. Bu yoqdan savollar orqali, savollar vositasida sizga oyna tutqazadi yoki texnikalar orqali. Lekin hamma gap siz bu oynaga to'g'ri qarashga, adekvat qarashga va o'zingizni aldamasdan javob berishga, ya'ni ko'rayotgan narsangizni, ha, bor shu narsa deb aytishga tayyormisiz yoki yo'qmi? Va o'sha neyrografika chizayotgan paytimizda men sekingina o'sha inson meditativ holatda bo'ldiki, uni egosi ozgina pasayadi, tinchlanadi, uni egosiga qattiq tegmaydigan qilib savollarni undan keyin beraman. Va bizda psixologlarda mijozlarning bo'lgan natijasini aytish mumkin emas. Shuni ham inobatga olishsa bo'ladi. Ya'ni ezoterik bilan psixologning yana bitta farqi, ezoteriklar natijalarni pachkalab qo'yishlari mumkin, lekin bizda psixologlarda bu mumkin emas. Ba'zan endi hozirgi sharoitda biz iltimos qilyapmiz mijozlarimizga, rozimisiz otziv berishga. Rozi bo'lsangiz men qo'yaman otzivni, bo'lmasa qo'yishga haqqim yo'q. Shuning uchun ham odamlar o'ylashlari mumkin, psixologda otziv yo'q deb, bizda bor otzivlar, lekin biz uni qo'ya olmaymiz. Bizni bu kasbiy etikamizga to'g'ri kelmaydi. Va shularni umumlashtirib bitta natijasini aytaman sizga, qarang. Mijoz kasallik bilan kurashyapti yillar davomida va bundan ota-onasi ham qiynalyapti, jufti ham qiynalyapti. Nima bo'lgan, nimaga bu buncha kasal? Biz u bilan neyrografika orqali refleksiya qilganimizda o'zi sekingina tan oldiki, men o'zim tuzalishini xohlamayapman dedi. Nima uchun? Chunki kasal bo'lganligim uchun hozir ota-onam menga yordam berishyapti. Kasalman deb erim meni juda ham ayayaptilar-da. Men hozir tuzalsam, keyin ular menga mehr bermay qo'ysa-chi, keyin erim meni yana ayamasa, ota-onam menga yana yordam bermay qo'ysa, men shu narsadan qo'rqaman dedi. Suhbatning oxirida bu gapni aytgan insonlarning ko'pchiligidan eshitaman. Agarda shu chizmani yonimga qo'yib chizdirib turib shu savolni bermasiz, to'g'ridan to'g'ri ko'zimga qarab turib shu savolni berganingizda men aslo bu javobni aytmagan bo'lardim dedi. Ko'zingizga qarab turib men kasal bo'lishni xohlayapman deb olmagan bo'lardim. Lekin siz nimadir shunaqa qildingizki, men tan olib qo'ydim shu narsani. Tan oldim, что bu narsa menga yo'q. Miya holati, haligi to'lqinlari pasayib, egosi chetlashgandan keyin javob beradi. Shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'zim ana shu sohani kiraymi, kirmaymi, o'rgansammikin, bu klassikaga to'g'ri keladimi deb juda ham ko'p ikkilanganman. Oxiri tavakkal bitta o'qib ko'ray, agar ezoterikaga to'g'ri keladigan bo'lsa, tashlayman dedim. Lekin birinchi, ikkinchi bosqichlari menga shunaqa yoqdiki, men oxirigacha davom ettirishga qaror qildim. Chunki keyin sababini tushundim buni, nima uchun yoqqanini. Birinchi, ikkinchi bosqichlarni men klassik psixologlardan o'rganganman. Buni klassik psixologiya sifatida qanaqa ishlatilishini ular menga o'rgatdi. Juda ham zo'r bundan natija bo'ldi. Qanaqa natija? Ko'proq neyrografika yordam beradi depressiyada. Tushkunlik holatdan chiqishga. Neyrografika yordam beradi vahima bilan ishlashda. Neyrografika yordam beradi o'zini chuqur analiz qilishda, tahlil qilishda. Neyrografika yordam beradi avtomatik fikrlarini aniqlashda. Hammamizda avtomatik fikrlar bor. Masalan, hozir gapirib turibsiz, birdan kayfiyatingiz buzildi. Birdan buzilmadi, sizga qanaqadir avtomatik fikr keldi. Masalan, xato gapirdimmikin degan fikr. Lekin siz unga e'tibor bermaysiz, chunki bu aytganimda refleksiya qilmaysiz, gapirib ketaverasiz, lekin kayfiyatingiz buzildi. O'sha paytda sizdan avtomatik fikr o'tib ketgan bo'ladi. Ko'pchilik bu narsani ushlab olishga qiynaladi. Buni ushlash nimaga kerak? Biz avtomatik fikrlarimizni aniqlashtirib olsak, keyin u bilan ishlay olamiz-da. Neyrografika orqali ana shu avtomatik fikrlarni ushlab, aniqlash va ularni tahlil qilish juda ham oson. Shuning uchun ham bu yo'nalishdan keyin voz kechmadim. Garchi ko'pchilik buni ezoterika deb o'ylasa ham, garchi ko'pchilik buni ezoterikada foydalansa ham, lekin mijozlarim bilan har safar ishlaganimda ular tashlamang bu narsani, zo'r narsa ekan, men yaxshi bilan natija qildim, sizni tavsiya qilaman deyishgandan keyin,
bu yo'nalishni kelajagi bor, men buni ishlataverishim kerak deyman, davom ettiraman keyin. Juda ajoyib javob berdingiz. Tomoshabinlar o'zlariga kerakli ma'lumotni oldilar deb o'ylayman. Mak kartalarchi? Mak kartalarni odatda taro kartalari bilan o'xshatishadi va uni ham folbinlik deb atashadi. Folbinlikning bir turi deyishadi. Ammo siz buni psixologiya deyapsiz. Siz aynan bunga qanday ta'rif berasiz? Mak kartalar va taro kartalari. Hozir bitta gap aytaman, balki bundan hayron bo'lasiz, lekin ikkovi bir xil karta. Taro kartalari, tarologlar ham o'sha kartani ishlatishadi, biz mak terapevtlar ham o'sha kartadan foydalanamiz. Ya'ni ayrimlari farq qilmasa, ko'pincha ishlatadigan instrumentimiz bir xil. Lekin ishlatish usuli mutlaqo bir-biridan farq qiladi. Tarolog nima qiladi? Tanlagan kartangizga qarab siz haqingizda gapirib beradi va balki kelajagingiz haqida gapirib beradi. Men bunisini aniq bilmayman, chunki tarologga murojaat qilmaganman. Mak terapevt sifatida sizga nima deyman? Mak kartaga qarab mijoz gapiradi, psixolog gapirmaydi. Psixolog yana o'sha savol beradi. Biz neyrografika bilan ishlasak ham savol beramiz, gestalt terapiya orqali ishlasak ham savol beramiz, mak karta bilan ishlasak ham savol beramiz. Ya'ni quyidagicha savollar beriladi mak karta bilan ishlashda. Kartada nimani ko'ryapsiz? Kartadagi qahramon sizga nimani eslatyapti? Kartadagi qahramon nimani his qilyapti deb o'ylayapsiz yoki eng ko'p diqqatingizni kartada nima tortyapti? Bu savollar nima uchun beriladi? Qarang, proyeksiya qonuni degan narsa bor. Ya'ni biz o'zimizni ichimizda bor narsani tashqarida ko'rsak, taniymiz uni. Va shu bitta kartochka tanlaydigan bo'lsa mijoz, o'sha bitta kartaga qarab bitta mijoz boshqa xil javob beradi, ikkinchisi boshqa xil javob beradi. Chunki ikkovining o'tmishi har xil, ikkovining tushunchasi har xil, dunyoga qarashi har xil. Yig'lab turgan bola rasmini ko'rib, kimdir aytadi, bu meni farzandim deydi, u shunaqa yig'layapti, ona mehrini xohlayapti deydi, kimdir aytadiki, bu meni bolaligim. Va yana bir kishi aytadi, bu meni ichki bolam, kimdir aytadi, bu meni hozirgi holatim. Ya'ni hamma har xil javob beradi va hammaning javobi to'g'ri. Chunki u kartada o'zini ko'rib gapiryapti. Bizga ana shunisi kerak. Biz folbin emasmiz. Biz unga qanaqaligini aytib bermaymiz. Biz kartaga qarab unga kelajagi haqida ham hech narsa bashorat qilmaymiz. Kartaga qarab mijoz o'ziga o'xshash tomonlarni hamma o'zi haqida gapiradi. Hamma insonlar kartaga qaraganda o'zi haqida gapiradi va bizga o'sha narsa kerak. Nimaga kerak? Bu yerda ham yana o'sha ego masalasi ketadi. Chunki men farzandimga e'tibor bera olmayapman degandan ko'ra kartadagi qahramon farzandiga yetarlicha e'tibor bera olmayapti deyish osonroq. Kartadagi qahramon o'ziligini insonlar anglab turadi. Endi har doim ham aynan o'zini ham ko'rish shart emas, juftini ko'rish mumkin, farzandini ko'rish mumkin. Umuman dunyoni ichida qanday ko'rsa, kartada xuddi o'sha narsani ko'radi va sizga gapirib beradi. Va kartaga qarab gapirish, tan olish osonroq. Kartaga qarab unutib qoldirilgan lekin bor bo'lgan muammolarni eslab aytish osonroq va u bilan birgalikda korreksiya qilish, anglashlar, insaytlar olish ham osonroq. Shuning uchun ham mak kartalardan foydalanamiz. Ayniqsa men hozir oxirgi paytlarda neyrografika va mak kartani birgalikda ishlatyapman. Bunda undan ham yaxshiroq natija beradi. Chunki bunda endi nafaqat chizib turib, balki kartaga qarab turib, har tomonlama, har xil obrazlar orqali mijozga savollar beraman va savollar orqali mijozlar shunchalik o'zlariga yetarlicha ko'proq insaytlar, xulosalar olishadi. Qolaversa, mak kartalardan men endi art terapevtman. Art terapiyani bitta instrumenti hisoblanadi mak kartalar. Art terapiya esa bu tabiiyki klassik psixologiyani yo'nalishi. Lekin mak kartalardan boshqa terapevtlar ham foydalanishadi, bemalol foydalanishlari mumkin. Masalan, gestalt terapevtlar mendan juda ham ko'p buyurtma qilib olishadi. Gestalt terapiyada shu mak kartalardan foydalanish uchun. Hozirda biz Buxoroda yana bitta yangilik qildik. Psixologik materiallar do'koni ochildi. Bu bizni O'zbekistonimizda ham yangilik. Birinchi bunaqa do'kon ochilishi va shu yerda o'zbek tiliga o'girilgan yoki o'zbekcha qo'llanmaga ega kartalarni biz sotuvga qo'yganmiz. Ayniqsa men xursand qilayotgan narsa, boshqa viloyatlardan, Toshkent shahri, Qoraqalpog'istondan ham ko'pchilik buyurtma qilib kartalarimizni olishyapti va minnatdorchilik bildirishyapti. Men juda ham xursand bo'laman, qachon ular faoliyatlarda qo'llab, ana foydalandim, zo'r insight oldi mijozlarim, rahmat deyishganda xursand bo'lib ketaman va Xudo xohlasa bu do'konimizni yanada rivojlantirish niyatimiz bor. Xudo xohlasa xayrli bo'lsin. Ezoterik amaliyotlarga haddan tashqari berilib ketish insonning qaror qabul qilish qobiliyatiga qanday ta'sir qiladi? Zo'r ta'sir qiladi. Katta ta'sir qiladi. Chunki u yoqda mas'uliyat ko'proq borliqqa, energiyaga, nimagadir ochilishga qaratiladi-ku. Ya'ni siz bo'lmagan boshqa narsalarga. Klassik psixologiyada mijoz o'zi uchun, hayoti uchun mas'uliyatni, javobgarlikni o'ziga olishi katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Va har doim shunaqa praktikalar bilan shug'ullanadigan insonlarda men kuzataman, ular bittasi o'xshamadimi?
yana mo'jiza, ana bunisi o'xshasa kerak, bu praktika o'xshaydi, mayli bunisi o'xshamagan bo'lsa, bunisi o'xshaydi, ana buni mo'jizali deyishdi, bunisini sirli deyishdi, ana bunaqa mo'jizalarga o'chilar ekansiz, bunisi yangi ekan deb doimiy shu hayotidan mo'jizaviy nimadir o'zgarish kutadigan bo'lib qoladida inson. Ya'ni mas'uliyatni hech ham o'ziga olmaydi, borliqdan, tashqaridan nimadir kutib yuraveradi. Shuning uchun ham kimga qanaqa yana bilmayman, lekin mas'uliyatni, javobgarlikni zimmaga olish bu qiyin tuyulishi mumkin boshida. Lekin bir marta inson o'zi uchun javobgarlikni oldiki, keyin ko'radi, aslida bu unaqa og'ir emas ekan, bu qiyin emas ekan. Nima uchun bu gapni aytyapman? Qarang. Bizni o'zbek xalqimiz aslida shunaqa sabrli, shunaqa mas'uliyatliki, biz o'zimizdan boshqa hamma uchun mas'uliyatni olamiz. Ro'zg'or uchun, oila uchun, o'qishimiz uchun, ustozlarimizni xafa qilmaylik, ota-onamiz uchun, farzandlarimiz uchun mas'uliyatimiz og'irlik qilishidan keyin o'zimizga kelganda o'sha kuchimiz yetmay qoladi. Keyin qani edi, men uchun ham kimdir mas'uliyatni olsa-yu, shu borliqdan, g'oyibdan men baxtga ochilsam-da deb o'zini mas'uliyatini olishga endi qolmadi-ku, energiyasi tugadi, to'rt tomonga beravergandan energiyasi tugadi, o'ziga qolmadi. Ular o'zlariga kelganda charchashadi va psixologni o'zingiz uchun mas'uliyatni olishingiz kerak degan fikri ular uchun endi og'irlik qiladi. Yaxshisi men mo'jizaviy qanaqadir praktikaga boray, men uchun o'zi hal bo'lib qolsin, chunki meni kuchim yo'q boshqa. Meni ro'zg'orim bor, o'ylam boshqasi bor. Men yozaydi nimadir yoki nimadir rasm chizay, o'zi bo'lib qolsin. Klassik psixologiya buni teskarisini insonga o'rgatadi. Ya'ni bu yerda boshqalar uchun javobgarlikni olma demaydi. Lekin klassik psixologiyaga ko'ra biz maslahat so'ramagan odamga maslahat bermaymiz. Ana energiyasi tejaladi. Yordam so'ramagan insonga yordam bermaymiz. Yordamga tayyor bo'lmagan insonga ham bermaymiz. Biz o'zimizni mas'uliyatini olishimiz kerak bo'lgan insonlarimiz bor. Bular ota-onamiz, farzandlarimiz, juftimiz, oilamiz. Lekin bizni o'zbek ayollarimiz, umuman o'zbek xalqi boshqa ko'p narsalar uchun ham mas'uliyatni oladi zimmasiga. Yordam so'ramaganga ham borib yordam so'rabki, ana yordam berdim, noshukur ekan, qadrlamadi deb xafa bo'ladi o'zi. Maslahat so'ramagan odamlarga maslahat berib, shuncha maslahat berdim, inobatga olmadi deb xafa bo'ladi. Lekin o'sha paytda o'sha o'ziga qaratishi kerak bo'lgan e'tibori boshqalarga ketib qoladi, o'ziga kelganda keyin kuchi qolmaydi. Shuning uchun klassik psixologiya aytadiki, birinchi o'zimiz uchun javobgarlikni olamiz, birinchi o'zimiz uchun mas'uliyatni olamiz, keyin albatta yaqinlarimiz, oila a'zolarimiz uchun va ulardan ortib qolsak, keyin boshqalarga yordam bersak bo'ladi, o'shanda ham so'ragan odamlarga. Shunda biz mas'uliyatdan qochmaymiz, shunda mas'uliyat unaqa og'irlik qilmaydi bizga. Yelkamizni bosib qo'ymaydi. Bemalol o'zingiz uchun javobgarlikni olib bilasiz, mas'uliyatni olib o'zingizni ustingizda ishlashingiz osonroq bo'ladi, agarda mas'uliyatni olishni o'zingizdan boshlasangiz. Juda ajoyib javob. Juda ham keng ma'noga ega javob. Rahmat javobingiz uchun. Agar bugun siz millionlab insonlarga murojaat qilish imkoniyati bo'lsa, sizda psixologik yordam izlayotgan insonlarga beradigan eng muhim tavsiyangiz nima bo'lardi? O'zi podkastga taklif qilganingizdan beri o'yladim, baribir shu tavsiya beriladigan qismi bo'ladi va shunaqa savol bo'lsa, nimani tavsiya bersam ekan deb men aynan ota-onalarga yuzlanib tavsiyamni ularga bermoqchiman. Har bitta farzand, har bitta bola qanaqadir qobiliyat bilan dunyoga keladi o'zi. Har bitta bolani o'zini qiziqishi bo'ladi, o'zini qiziqqan nimasidir bo'ladi, hobbisi bo'ladi. Lekin biz u bolani uchburchak bo'lsa, olib kvadrat undan yasamoqchi bo'lamiz. Iqtidori bor narsaga emas, yo'q, rassom bo'lib nima qilasan? Undan ko'ra matematik bo'l deb u bolani qiynab qo'yamiz, nafaqat qiynab qo'yamiz. U bola shunday ulg'ayadiki, u endi na rassom, na yaxshi matematik. U bola shunaqa ulg'ayadiki, u na uchburchak, na to'rtburchak. Unisi ham emas, bunisi ham emas. Chunki u uchburchak bo'lib tug'ilganda, biz esa hammadan zo'rmiz deb o'yladik-ku, o'zimizni men hammadan ko'ra aqlliman, bu bolamga ham nima to'g'ri bo'lishini men yaxshiroq bilaman deb o'yladik-da, uni o'zgartirmoqchi bo'lib sindirib qo'yamiz. Har bitta bolani o'zini qanotchasi bo'ladi. Agar ota-ona uni bu sariq rangdagi qanot ekan, men shunday deb o'ylayman, senga yashil qanot to'g'ri keladi deb qanotchasini kessak, yashil unga to'g'ri kelmaydi, sariq qanotlari sinib bo'lgan bo'ladi. Men bu gapni nimadan kelib chiqib aytaman? Bolalar bilan ishlab emas, yo'q. Men o'sha qanotlari singan insonlar bilan ishlab turib bu xulosaga keldim. Men katta
farzandlar bilan ishlab bu xulosaga keldim. Chunki ular ko'pchiligi kelib aytishadi, men bilaman, to'g'ri, karyeramni qurishim, hayot yo'limni tanlashim kerak bo'lgan vaqtim balki o'tgandir, lekin men endi na u yoqlikman, na bu yoqlikman. Men sportga qiziqaman. Lekin sportchi qizga hech kim uylanmaydi deyishdi-da, shuning uchun men ona tili adabiyot o'qituvchisi bo'ldim, lekin men musobaqaga qiziqmayman. Men xohlamayman o'qituvchi bo'lishni. Shuning uchun men na o'qituvchi, na sportchi. Lekin hozir ham qiziqqanidan sport to'garaklariga boradi boshqa, chunki qiziqish bor. Alloh bergan qobiliyat bor ichida, na undan voz kecha oladi, na bunisiga ko'nika oladi. Shuning uchun aytgan bo'lardim, Alloh har bitta farzandni qobiliyat bilan beradi. Biz uni qobiliyatini ko'ra olsak va o'sha qobiliyatini shakllanishiga unga imkon yaratib bersak, u baxtli ham bo'ladi. U bir kun kelib sizga rahmat ham aytadi. Rahmat, meni qanotlarimni sindirmagan ekansiz. Rahmat, meni yana ham rivojlanishimga imkon yaratib bergan ekansiz. Men qalb kasbimni men mazza qilib ishlayapman deb ota-onasidan ham minnatdor bo'ladi. O'zi ham hayotida ko'p qiynalmaydi. Men bitta joyda eshitgandim bu narsani. Amerikada imtihon qilishadi. Bola qaysi fanda masalan zo'r bo'lsa, o'sha fandan kursga qo'yiladi. Bizda teskarisi. Qaysi fandan oqsoqlanyapti, o'sha fanga kursga qo'yamiz. Chunki u hammasini bilish kerak, lekin hammasini biladigan odam yo'q. Har bittamizni qanaqadir qobiliyatimiz bor Alloh bergan. O'sha qobiliyatni farzandingizda shakllanishiga yordam bersangiz, kelajakda meni mijozlarim kamayadi. Sizni esa farzandlaringiz baxtli farzandlar bo'lib ulg'ayishadi. Katta rahmat Muhina bonu. Juda ham mazmunli, juda ham chiroyli, juda ham keng qamrovli suhbat bo'ldi. Umid qilamanki, bugungi suhbatimizdan tomoshabinlar ruhiy salomatligiga ongli qaraydigan bo'ladi bundan keyin deb o'ylayman. Va eng muhimi, har qanday muammoni yechimini izlayotgan paytda mutaxassisni yaxshilab o'rganish va tanqidiy fikrni yo'qotmaslik. Agar podkastimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda fikringizni qoldiring va yaqinlaringiz bilan ushbu videoni albatta bo'lishing. Sizga ham kattakon rahmat Muhina. Taklif qilganingiz uchun, menga yana bir marta o'zimni rivojlantirishimga, yana ozgina o'sishimga turtki berganingiz uchun sizga ham katta rahmat. Salomat bo'ling. Ozgina fikr yana aytsam qo'shasizmi? Mayli. Ana bu diplom haqida gapirmadim, balki aytish kerakdir buni. Ezoterik haqida gapiradi. Ana u nima paytimi? Mayli, ayting. Qolaversa, psixolog tanlayotgan paytimizda faqat 3 oylik, 4 oylik kurslarda o'qib chiqqan emas, balki oliy ma'lumotga ega psixologlarga murojaat qilsak ham to'g'riroq bo'lardi. Chunki o'sha 4 yil ham juda katta ahamiyat kasb etadi. Shu bolani ham shakllanishiga 9 oy muddat vaqt ketadi-ku. Xuddi shunaqa mutaxassis bo'lishimizga 1 yil, 2 yil vaqt yetmaydi-da. Va oliy ta'limda beriladigan bilimlar hech bo'lmaganda bizda asosni yetarlicha bera oladi. Va o'sha asosi bo'lgan inson tanqidiy fikrlash bilan qaraydi-yu, ko'r-ko'rondan har xil oqimlarga o'zi kirib ketmaydi, to'g'ri. Oliy ma'lumotli bo'lib turib, lekin ezoterika bilan shug'ullanadiganlar ham bordir, lekin men shunday deb o'ylayman, aksariyat psixologiya yo'nalishida o'qigan insonlar tanqidiy fikrlash orqali qarashadi o'sha yo'nalish tanlayotgan paytda va psixologiyani asoslariga to'g'ri keladigan, fundamentiga to'g'ri keladigan yo'nalishni tanlay olishadi. Chunki bizda institutda bu narsa o'rgatiladi.